Hammaga salom do'stlar. Bu Shohjahon 1200 kanali. Уже sizlar bilan yangi videolarga yetib keldik. Xo'sh, bugungi videoda bolalar biz o'tgan videoga qaraganda ko'p prosmotr olganligi uchun, ko'p like ham yig'ilganligi o'sha uchun men yana davomini chiqardim buni. Va boshqa olamda o'zim vijvaniya qilganim. Keyin bolalar pastga tushib albatta like bosib obuna bo'ling. Na russkом подписаться deydi-ku. Bo'lmasa shu bugungi qiladigan ishlarimiz mollarni ko'paytiramiz. Mollarni, ya'ni xo'sh. Mollarni ko'paytirish bilasizlar-a? Mana firma, mana takoy uy va mana narsalarni olaylik deb biz hozir. Xo'sh, hozir borib xo'sh, ana bu yerga firma quramiz. Uni tozalaylik-da. Xo'sh, anshirlarni tozalang, keyin ana bu yerga zabor bilan o'raymiz-da, bu yerga chotki bitta firma quramiz. Xo'sh. Bo'ldimi? Bo'ldi. Hozir bu yerga olaylik. Bo'ldi. Xo'p, endi zabor olib kelaylik deb daraxtimiz bormi? Qaraylik-chi. Menimcha bor. Tak. Böyle gittik. Hozir tak, nimalar bu yerda? Endi ustun 12 ta 1 2 3. Bitta yo'q. Bizga ochib o'padigan ham kerak. Tushib, daraxtga ko'p narsa kerak ekan bunga. Böyle bo'ladi, bunday qilib ketaveramiz. Xo'sh, ko'p gapiraman. Mana. Endi mollarni olib kelib ko'paytirish kerak. Mollar qayerda endi? Mollar hozir otilgan yuraman-da, mollarni qidiraman. Xo'sh, mol qidirib ketdik. Mollar. Tulli pora, belada egar degan qo'shiq eshitganmisizlar? Men yo'qda. Bizga mollar kerak. Qani mollar? Savol mollar qani? Mollar yo'q. Qo'ylar bor ekan. Qo'ylar emas, bizga mollar kerak. Iloji boricha ko'proq. Oho, bu sakrashini. Qayerda endi? Mollar. Tak. Faqat qo'y chiqyapti, mol esa yo'q. O, mana bu yerda jungli ekan, bu taraflarga ham keyin jungli emas-u, anavda changalzor. Tak, bu yerda yo'q. Mollar yo'q. Uy, mana yoqqa ham tushganman. Ashara tushib, buni vijvaniya qilganman. Hop, mayli. Mollar yo'q. O, bitta bor. Ikkita bor. Yaxshi, yangi. Ketdik. Mollar. Kelyapsizlar? Ha, kelyapti. Kelinglar, o'g'illar.
Kelinglar. Chegirmalar arzon deydi-ku. Xo'sh, kelinglar. Tez. Bo'ldi. Endi hozir ana bir ikkita to'siqcha qo'yamiz. Ay, og'alar. Ketdik. Kelinglar, tez. Xo'sh, mollarni ikkitasi yes bizada. Tak. Kelinglar. Kelinglar. Og'alar. Xo'sh, tak. Bala. Ketdik. Hoy. Kelinglar. Bo'lmadi. Bo'ldi. Ana mol fermani ham bitirdik. Endi boramiz, uxlaymiz. Xo'sh, normalni ketyapti bo'ldi. Ketdik. Hozir to'xtadim. Otim bog'lab qolishili. Bog'lovchi bu. Uyimdagi. Xo'sh, video yoqayaptimi bo'ldi? Albatta yozinglar, kommentariyaga albatta yozinglar. Yoqayaptimi, yoqmayaptimi albatta bilishim shart. Tak yo'q bu narsa. Videoda qotishlar bo'lishi mumkin. E'tibor bermaysizlar. Yo'q, otim bu yoqqa ke. Otim meni sodiq do'stim bu. Do'stim uchun qalqondir shanim. Tak, bularni yopolmasdi. Bo'ldi. Endi borib qitta g'orga tushib, bir ikkita temir olib kelaylik. Tez. Eslicha bitta narsa bo'ldi. Ana bunday qilib yomg'ir yoqmayotgan bo'lsa, bunday qilib weather bosasizlarda, clear bosib, mana chat o'shan bosib yuborsanglar, qaranglar. Hoppa, ko'rdingizlarmi? Ana shunday qilib chatdan ishlatishni o'rganinglar. Bilsanglar kerak. Ana shu yerda katta g'or bor. Bu yerga men avval tushganman. Hozir ko'rsataman, fakillar narsalarni qo'yib ketganman. Mana, ko'rishingiz mumkin. Hop, mana hozir ishlayapmi bor ekan. Mana ko'ryapsizlarmi? Shuncha katta g'orga tushib, bir ikkita narsalar olib, qaytib chiqib ketganman. Bir ikkita o'g'il olaylik. Xo'sh, bolalar, endi buni bu yog'iga biz qaytib vijvaniya chiqarmaymiz. Nima deyishlar mumkin. Juda ham ko'p vijvaniya qilganman, lekin boshqa videolar chiqmagan. O'sha uchun boshqa kontentlarni chiqarishda davom etaman. Hop, tak. Narsalarni olamiz. To'xtada, birinchi cho'p qilamiz. Keyin fakil yo'ytamiz. Tak, mana fakil yasadik, buni olamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Mana shuncha narsalar bor, uni berib. Baqilmay tushdim, chiq. Video cho'zilib ketar. Yo'qqa tushguncha. Böyle normal. Hop, tak. Beton. Böyle bittagina temir. Qanday baxt deydi.
What the heck? Mana shuncha temir bor-ku. Bolalar, kechirasizlar, men bu videolarni montaj qila olmayman, chunki montaj qilishni bilmayman. Kommentariyada bot deb yozmasdan o'zingizning fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Iltimos, kanalga obuna bo'ling. Har doim aytsam kerak, obuna bo'ling deb. Va 100 bo'lganimizdan keyin men yangi bitta yaxshigina kontent chiqaraman. Hop, ularni olamiz. Xo'sh, endiga qiladigan ishimiz bir ikkita yana temir olamiz, do'kondan chiqib ketamiz-da. Xo'sh, videoni tugatamiz. Aytgancha bolalar, bu yangi versiya o'tdim va meni skinim yo'q bo'lib ketdi. E'tibor bermanglar, shunchaki bugmi shunday deydi. Oho, bu moblar ko'rinmayapti, lekin oson rejimda emas. Hard rejimida, yana moblar yo'q hardda. Balki hardda jodugarlar kelar. Yo'q. Biz albatta omadlimiz. Shunday forda shuncha narsa bor. Bak, ana hop. Hoppa. Yangi versiyada bunaqa katta g'orlar qo'shilibdi. Bilsanglar, avvalgi versiyalarda bunchalik katta g'orlar yo'q edi. Moblar yo'q. Keyin yangi versiyada bir ikkita yangi narsalar qo'shilgan. Buni ham albatta bu versiyani oti xo'sh 1.19-versiya, avval 1.17.41 edi. Menimcha shunday. To'g'ri aytdimmi yo'qmi, bilmadim-mi? Hoppa. Ana. Shuncha temir bor ekan. Maqsadga kerak bu temirlar. Xo'sh, tamam, shuncha temir oldik. Endi tepa asta ko'tarilamiz. Tak. Tepa anshadan ko'tarsak bo'ladimi? Nima bo'lib chiqib ketsak bo'ladimi? Copper nima kerak? Sizlar Copper hoy. Ya qo'shiq eshitgansizlar? Menimcha eshitgansizlar. Bo'linar biza g'ordan 15 ta temir и 23 ta ana olib chiqdik. Menimcha normalni. Endi bularni pishirishga qo'yamizda. Asta videoni tugatamiz. Hozir bir ikkita daraxt olaylik. Keyin o'lim va qoch janglari bo'lib o'tadi. Albatta ular. Tak, mana yo'q beraylik-da. Chota netto turibdi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, bular katta bo'libdi. Bular yana nettodan olar. Bo'linar. Endi bularni olamiz. Avval oyna pishirganini qolib ketgan. Bu yoqqa qo'yamiz yarmini, bu yoqqa yarmini qo'yib. Bu yoqqa yarmini qo'yamiz. Buni qilamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Buni paqqatib qo'ysak, normalni. Xo'sh, bolalar, video shu joyga ko'rganingiz uchun addushi rahmat. Kanalga albatta podpisatsiya, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va yangi kontentlarni chiqarishda biz davom etamiz. Video yaxshi o'tdi degan umiddaman va addushi hammaga xayr.